Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Mana bugun bizlar Toshkentga, Qibray tumaniga yetib keldik. Konteyner mahsulotidan tom yopish necha pulga tushadi, bugun sizlarga yoritib beramiz. Taxtaga qaraganda ancha arzon va ancha sifatli chiqar ekan. Bemalol ustalarga murojaat qilsa, nomerlarni chiqarib qo'yganman. Tomlar bo'ladimi, uylar bo'ladimi, katta sexlar, zavodlar bo'ladimi, futbol polalar bo'ladimi, mana shu chiroyli yopib berishadi. Hozir bu obyektimiz katta molxona ekan, 25 metrgacha bo'lgan joyda stumsiz yopib berishar ekan. Garantisi bez ограничения deyaptilar. O'sha garantisi vasha zo'r ekan. Taxtaga qaraganda ancha arzon va ancha sifatli chiqadi. Bemalol baho bersalaringiz bo'ladi. Konteyner mahsulotini mana shunday chiroyli qilib yopib berishibdi. Kvadrat metrlariga kelsak, 1 kvadrat metr 150 ming so'mdan boshlanar ekan, to 250 ming so'mgacha. Usti haqqi, materiali, hamma narsasi ichida. Aloqaga chiqasizlar, 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatadilar. Agarda sizlardan mana shu tomingizni sifatli va arzonga yopmoqchi bo'lsangiz, mana telefon nomerlarini chiqarib qo'yganmiz. Tezda aloqaga chiqasizlar. Nasib bo'lsa, barcha viloyatlar bo'yicha xizmatlar bor ekan. Tojikiston, Qirg'iziston